Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola Kataloniyada o'tkazilgan xayriya konsertida Falastindagi vaziyat haqida ta'sirli nutq so'zladi. So'nggi 2 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda va televideniyada bir bolaning suratini ko'ryapmiz. U vayronalar orasida o'zini videoga olgan holatda onam qani deya yolvoradi. Eng achinarlisi, bu bolakay hanuz onasi qayerda ekanligini bilmaydi. Men doim o'zimga savol beraman. Ular nima haqida o'ylashyapti? Menimcha biz ularni unutib qo'ydik. Hokimiyat tepasidagilar esa qo'rqoqlar. Chunki ular begona odamlarni o'ldirish uchun yana begona odamlarni yuborishadi. O'zlari esa sovuqda issiqqina kabinetlarida yoki uylarida konditsioner ostida tinchgina o'tirishadi. Bularning barchasi Falastinda shu paytgacha umuman bo'lmagan insonparvarlik haqida, dedi Gvardiola. Real Madrid klubi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa jamoada yuzaga kelgan inqiroz sabablari haqida gapirdi. AS nashrining xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis 13-yanvar kuni jamoani qabul qilib olgandan so'ng natijalar kutilganidek bo'lmadi. Real Ispaniya Kubogida 1-8 finalda Albacetega 2-3 hisobida mag'lubiyatga uchradi. UEFA Chempionlar Ligasi esa Benficaga 2-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Arbeloa ta'kidlashicha, muammo yaqin yoki uzoqlikda emas. Asosiy omil vaqt. U futbolchilar tomonidan iliq qarshi olingani va jamoaning ishga bo'lgan munosabatini alohida ta'kidladi. O'yindagi qarorlar avtomatizm, o'zaro tushunish va ritm faqat vaqt va mehnat orqali shakllanadi. Bular bir paytda paydo bo'lmaydi, deydi murabbiy. Shunga qaramay, Arbeloa kelajakka ishonch bilan qaramoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu jarayonni intiqlik bilan kutmoqda va o'z ishiga to'liq ishonadi. Bu fikrlar orqali murabbiy jamoa va muxlislarga bitta muhim signal yubordi. Qayta tiklash jarayoni sprint emas, balki marafondir. Avvalgi 3 uchrashuvda g'alaba qozongan Beshikshahar bu safar ham o'yinni hukmron boshladi. Jamoa erta gol urdi va ustunlikni qo'lga oldi. 19-daqiqada chap qanotdan uzatilgan to'pni Eldor Shomurodov sovuqqonlik bilan yakuniga yetkazdi. 1-0. Biroq Rizer Sport taslim bo'lmadi. Birinchi taymning qo'shib berilgan daqiqalarida Taha Shahin aniq zarba bilan hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo'limda jamoalar maydonda keskin va jangovar futbolni namoyish etdilar. Har ikkala jamoa xavfli hujumlarni uyushtirdi. 68-daqiqada Mixail Mixailov Rizer Sportni oldinga olib chiqdi. Ammo oradan ko'p o'tmay 74-daqiqada o'z gol Yildirim hisobni tenglashtirdi. Yakuniy hisob 2-2. Eng quvonarlisi milliy jamoamiz sardori Eldor Shomurodovning barqaror to'purarlik yurishi. Hujumchimiz Turkiya chempionati to'purarlar bahsida yetakchi bo'lib kelmoqda. Demak, oltin butsa uchun kurash tobora qizib bormoqda. Ammo Eldor bu bahsda hozircha juda ishonchli ko'rinmoqda.